Chimgandan eksklyuziv yangilik, yangi model keldi, sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari, mana Chimgandan bugun eksklyuziv yangilik, ya'ni yangi modelimiz yetib keldi. Ichki bartavoy SF bilan bir xil motor, ya'ni Vinchay 498 GN degan modelimiz 550 ot kuchi. 60-70 oraliq agatga tushadi. Balon razmerini ko'ryapsizlar, katta, boshqa modellardan farqi 8.3 ga 24 oldi, orqa 11 ga 30. Solyarka baki ikki tarafda joylashgan, общий 100 litr yoqilg'i ketadi akalar. Orqa naveska qismiga o'tganda, orqa naveska qismi gurza podyomnisi ko'ryapsizlar, baqvat ishlangan. Ya'ni orqa naveska ko'tarishi 1 tonna 800, vom oboroti 540 ga 720. Bu akalar mana yozib qo'yilgan gidravlika, ya'ni orqa silindri, bachogi. Boshqa modellarda ichkarida joylashgan bo'lsa, buniki mana tashqarida. Raspiritel hamma narsasi bor akalar. Ichki bartavoy. Har buni og'irligini aytay, hammaga og'irligi muhim. Og'irligi 2 tonna 650 kilogramm. Shuni hisobini olasizlar. Mexanika korobka, sideniyalari yumshoq, prujinali. Bemalol kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqasizlar. Sizlarga ma'lumot, to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Endi narxini aytib o'tamiz. Instagram kuzatuvchilar uchun narxi $15,000 emas, 14,000 ham emas, $13,000 ga xarid qilishingiz mumkin. Albatta, like, podpisatsiya tugmasini boshida esdan chiqarmanglar. Bundan keyingi yangi videolarimizni doim sizlar bilan ulashib boramiz.